Azizlar, mana bugun 25-yilning 2-oktyabri. Kechagina ustozlar va murabbiylar bayrami bo'lib o'tdi. Men barcha ustoz va murabbiylarni o'tgan bayram bilan qizg'in tabriklab qolaman va shu fursatdan foydalanib Uchquduq xalq ta'limi bo'limi metodisti a'lochisi, hozirgi kunda oramizda yo'q bo'lgan marhum ustozimiz Ortiq va Munavvar Toshpo'latovnaning ko'rsatuvlarini 3-qismini olib bermoqdamiz. Birinchi va ikkinchi qismlarda Munavvar Toshpo'latovna to'g'rilaridagi barcha ma'lumotlar berilgan edi. Mana bu bayram munosabati bilan keling, Munavvar Toshpo'latovnaning shogirdlari o'sha to'g'rilarda juda chiroyli fikrlar bildirganlar, shularni sizning e'tiboringizga namoyish etamiz. Marhamat, tinglang. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Uchquduq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limida metodisti Zohidjon Karimov bo'laman. 2017-yildan buyon mana shu maktabgacha va maktab ta'limi bo'limida metodist vazifasini bajarib kelaman. Endi bitta narsani aytish kerakki, inson menda shunday fazilat borki, har kecha yotganimda uxlashimdan oldin niyat qilaman. Shunga yaxshi insonlar kelsin deb. Buni qarangki, kunlardan bir kuni shunga haqiqatan ham yaxshi inson, samimiy inson, mehribon ustozim, ko'p yillar ta'lim sohasida jonkuyarligi bilan, fidoyiligi bilan tanilgan inson, kollektivdoshimiz Munavvar opam kirdilar. O'sha tabassum, o'sha kulishlari bilan biz kollektivda bitta xonada, metodxonada o'tirganimizda to'g'rima-to'g'ri o'tirardik, qarama-qarshi o'tirardik. Har zamonda qo'lda sumkasini olardi. Zohid, "Ya qara. Opajon, tinchlikmi? Ke, senga bir narsa beraman." Borsam, har xil chiroyli konfetlar, shokoladlar yoki shunga o'xshagan shirinliklar bilan siylardi va ko'nglimni ko'tarardi. Tushimga ham shunday kirib chiqibdi. Tushimda ham "Ke Zohid, mana qara bu shirinliklarga. Ol" deb yaxshi hangama qilib, yaxshi gaplashib, o'sha kuni qandaydir bir kayfiyatimiz zo'r bo'lib turdi. Chunki yaxshi inson kirgandi shunga. Munavvar opa ochiq haqida gapiradigan bo'lsam, talabchan, mehribon. To'g'ri, urishardi biz shogirdlar, urishardi. Lekin urushganda ham g'araz niyat urishmasdi. G'araz bilan urishayotgan insonni yuz ko'zidan bilsangiz bo'lardi-ku. Yo'q, u kishi shunday emas. U kishi shunday urishardiki, avaylab urishardi. O'tga ko'ngliga olmasin shogirdim. Men bunday ustozlarim ko'p albatta, lekin mana shunday ustozlarimning ichida Munavvar opamni ham beqiyos o'rni bor. Opamiz juda ham hurmat qilardik. Juda ham bir samimiy inson edi. Endi metodxonada 8-9 ta jamoa, hammamiz o'zimiz stolimiz bor, katta stol. Ertalab hammamiz kelib bo'lganimizdan keyin Munavvar opamiz tashrif buyurish kerak edi. Shartta o'rnimdan turar edim. Oilalar tayyorgarlik ko'ringlar. Munavvar opamizda bitta nimasi bor edi bu yerda, qirolicha derdik. Qirolicha. Ko'pchilik ona deb kollektivimiz ichida shogirdlar ona deb murojaat qilaydi. Ko'pchiligimiz qirolicha, ko'pchiligimiz o'sha qirolichani Koroleva deb murojaat qilaydik. Men shartta keldimda, ishdan kirdimdan keyin qirolicha kelyapti, chiroyli kutib olamiz, kayfiyatini ko'taramiz, shu yerda kayfiyat yo'q derdimda, kirdimdan keyin qo'limni ochib, "Kutib oling, marhamat. Qirolichamiz tashrif buyurdi, kollektivimizning qirolichasi tashrif buyurdi" desam, hamma qarsak olib kutib olardi. Munavvar opa ishdan kirib kelardi. Qandaydir bir kayfiyatda nima qilib, yaxshi, hammalaring yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlar bolalarim, hammang tinchmisizlar deb kirib kelardi. Opamiz bilan ko'p yaxshi kunlarimiz bor. Endi har bir inson
armon bo'lardi. Menda ham bitta armon qolgan, keyin o'sha Munavvar opamni. Bir kunimizda Munavvar opamiz davolanishga ketganlar. Bizlarni bir ikkita jamoamizdan nima bo'ldikdan keyin yig'ildikda, jamoa bo'ldikda kollektiv bilan nimaga ketib qoldik. Ovul maktablariga komandirovkasiga ketdik, maktablarni tekshirgan, metodlardan bergan ketdik. Bu yerdagilar kelishgandan keyin Munavvar opamni ko'rgani больницаga borishgan. Shifoxonaga borishganda hammalari o'tirib rasmga tushgan. Biz kelsak o'sha gruppamizda o'sha rasm chiroyligina olib turibdi. Qo'lda gullar, atrofida kollektivimiz. Men o'shanda niyat qildim, Xudo xolasa, nasib bo'lsa, Munavvar opa chiqib uylariga kelsa, biza bora olmaganlar, biza borib tushamiz dedi. Lekin afsus, ming bor afsus, men uchun armon bo'lib qoldi. Bu kishini kollektiv bilan tushgan oxirgi surat ekan. Aytishadiki, yaxshi insonlar o'lmaydi. Yaxshi insonlar faqat joyini almashtiradi. Bu insonlar abadiy yashaydi. Bu insonlar mangu yashaydi. Mangu yashaydi qalbimizda. Chunki ana shunday yashagan insonlar tabarruk ustozimiz, fidoyi ustozimiz. Ana shu insonlar qatorida Munavvar opamiz ham shak shubhasiz bor. Mana Alisher Navoiy bobomiz aytadilar. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylag'ay, oncha borkim Ka'ba bayron bo'lsa obod aylag'ay. Bu yerda aytilyaptiki, kimki bir insonni xotirini bir shod aylasa, xotirasini bir xotirlasa, Ka'ba bayron bo'lsa agar o'sha Ka'bani obod qilganchalik bir savobga ega bo'ladilar. Haqiqatan ham bugun mana shu tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Haqiqatan ham eslasa, eslagulik kunlari ko'p bo'lgan opamizlar, Munavvar opamiz. Munavvar opamiz mehribon ona, vafodor rafiqa hamda samimiy, bilimdon, tashabbuskor ustoz. Biz shogirdlarda qalbimizda mangu qolasiz opajon. Siz hamisha barhayotsiz opajonimiz uchun. Mana shunday xotiralar, mana shunday insonlarni eslash biz albatta biz shogirdlarga ham qandaydir bir yuksak bir turtki, mana shunday insonlarda izdoshlar bo'lganimizdan faxrlanamiz va g'ururlanamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu dunyoda ikkita haqiqat bor. Birinchisi tug'ilmoq, ikkinchisi esa o'lmoq. Bu haqiqat. Albatta, o'tganlarni xotirlash, o'tganlarni eslash insonga qandaydir bir ko'tarinki ruhiyat beradi, ko'tarinki bir kayfiyat beradi. Mana bugun opamni esladik. Kuni bilan endi ko'tarinki kayfiyatda opam bilan o'tkazgan damlarimizni eslab yuramiz. Shunday ekan, ushbu fursatdan foydalanib, Uchquduq tumanida tashkil qilingan o'tganlarni eslab ko'rsatuvining barcha ijodkorlariga o'z nomidan qolaversa Uchquduq tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi nomidan chin yurakdan hammalariga rahmat, samimiy tilaklarni bildiraman. Ilohim ishlarini Allohim rivojini bersin. Mana shunday savobli ishni boshlabdi. Omadli bo'lsin.